Assalomu alaykum azizlar. Bu darsimizda Xudo xolasa NumPy'ga kirish qilamiz. Umuman olganda NumPy nima uchun ishlatilishini va birozgina sinteks ham o'rganamiz. Kelinglar avval NumPy haqida sizlarga biroz background bersam. NumPy odatda ML va data science uchun ishlatiladi. Sababi NumPy juda ham tez. Qanchalik tezligini sizlarga ko'rsatsam, mana bu yerda o'zimizning rasmimiz bor. Xo'sh, mana bu chap tarafdagisi normal instructions, ya'ni odatda operation qanday ishlashi va o'ng tarafdagisi bo'lsa o'sha NumPy yuradigan yo'l. Kelinglar oldin normal instructions qanday ishlashini ko'rib chiqamiz. Misol uchun aytishimiz mumkin, NumPy ni kompetitori, ya'ni o'sha raqobatchisi listni olamiz. List, Pythonda list bor-ku, u xuddi shu tamoyil bilan ishlaydi. Misol uchun bu yerdan instructionlar berasiz. Misol aytaylik, instructioningizni ko'paytirish, bo'lish, qo'shish, har xil for loopda misol uchun yurgizish instructionlarni berasiz. Bu tarafdan bo'lsa unga ma'lumotlarni kirgizasiz va sizdan chiqadigan output bu yoqda bo'ladi. Ya'ni qancha miqdorda bersangiz, instructionda shuncha miqdorda ba'dan data ma'lumot ham berasiz va bir xil miqdorda doim output natija ham chiqib turadi. NumPy'da bo'lsa bu sal boshqacharoq. NumPy'da bu kamroq, ya'ni o'sha bir xil mana bunaqa normal instruction berganingizda shunchaki instruction berasiz va datani, ma'lumotni ko'p miqdorda, katta miqdorda bersangiz ham bir xil natijada chiqarib beraveradi. Ya'ni katta miqdorda berishingiz mumkin. Xuddi shuni biz vectorized instructions deb ataymiz. Ya'ni bu aynan NumPy'ning tamoyili hisoblanadi. Xo'sh, yana sizlarga biroz listlar bilan, ya'ni o'zi nimaga listga taqqoslayapmiz, shuni tushuntirsam, right? O'zi NumPy'ning asosiy, kelinglar, bunday qilib yozaman. Xo'sh, NumPy'ning asosiy data structure bu array hisoblanadi. Array. Sorry. Ya'ni array o'zi nima degani? Array bu list bilan deyarli bir xil, faqat listdan ko'ra kuchliroq narsa. Misol uchun o'zimiz tushunadigan Pythonda yozaman. List ochaman o'zimga, nomini list qo'ydim yoki Liza deb qo'yaman, kelinglar. Liza deb qo'ydim va listni ochdim. Bu yerda men xohlaganimcha ishlatishim mumkin. Misol uchun bu yerga string ochaman-da, Ali deb yozib qo'yaman. Va bu yerdan keyin raqam yozib ketishim ham mumkin. Ya'ni bunga bemalol list ruxsat beradi. Xohlaganimni ishlatiraman, true ham qo'yib qo'yishim mumkin misol uchun. Bu yerda hozir string, integer, boolean xohlagan tipimda ishlatishim mumkin. Arrayda bo'lsa bunaqasi mumkin emas. Hozir arrayni sizlarga yozib ko'rsatmayman, sal keyinroq ko'ramiz. Shunchaki arrayda bitta tur ishlatishingiz mumkin xolos. String ishlatasiz, faqat string, integer ishlatasiz, faqat integer, boolean ishlatasiz, faqat boolean ishlatishingiz kerak bo'ladi. Nima uchun desangiz, bu NumPy arrayni kuchsizroq qilib qo'ymaydimi desangiz, adashgan bo'lasiz, chunki odatda MLda, data science'da bitta turdagi ma'lumot ishlatiladi. Misol uchun faqatgina raqam ishlatiladi, misol uchun faqatgina string ishlatiladi. Faqatgina date time ishlatiladi misol uchun. Ya'ni hech qachon mana bunaqa aralashmalar bo'lmaydi. Shuning uchun u tezroq bo'ladi. Ya'ni bunaqa aralashma qilsa, odatda jarayonlar ham sekinlashib ketadi. Bu albatta listni birgina yomon tarafi xolos. Buni sekinlashtirib turadigan boshqacha sabablari ham bor. Ularda bu darsimizda gaplashmaymiz, chunki vaqt ko'p ketadi. Kelinglar endi birinchi arrayimizni yaratib ko'ramiz. Arrayni yaratishdan oldin biz albatta NumPy'ni chaqirib olishimiz kerak, ya'ni import qilib olishimiz kerak. Buni qanday import qilamiz? Import NumPy, shunchaki NumPy'ni import qil as np sifatida. Nimaga buni qo'yish kerak desaning, shuncha bu hamma ko'nikkan narsa, bu convention, hamma qiladigan narsa shu. Ya'ni NumPy'ni biz np sifatida import qilib olamiz va deb NumPy deb chaqirish o'rniga shunchaki np deb ham murojaat qilishimiz mumkin bo'ladi. Demak, NumPy chaqirib olganimizdan keyin birinchi arrayni yaratishga tayyormiz. Arrayga o'zgaruvchilar yaratyapman, xuddi list yaratganimizdek. Misol uchun a o'zgaruvchisi yaratyapmanda, NumPy'ga kirib olaman. NumPy'ga kirdim va uning ichidan array funksiyasini chaqirib olaman. Chaqirib oldim. Zo'r. Endi buning ichiga bemalol o'sha elementlarni kirgizishim mumkin. Faqat mana bu list ichiga. Boshqacharoq kiritish yo'llari ham bor, faqat bu darsimizda gaplashmaymiz, chunki albatta bugungi darsimiz shunchaki kirish bo'ladi.
Endi kelinglar bu yerga raqamlar qo'yib chiqaman. Mana 1 2 3 4 5 misol uchun. 4 5. Bu yaxshi. Endi print qilib ko'ramiz. Ana. Kelinglar buni chop etib ko'ramiz va natijamiz list bilan deyarli bir xil. Hozir mana shu narsani list qilsam, misol uchun mana list qilsam, kelinglar list deb yozaman, Liza deb yozaman. Mana list qilsam va mana shu Lizani print qilib ko'rsam, Lizani buni o'chirib turaman va print qilib ko'rsak, natija bir xil. Tepadagi bilan deyarli bir xil, faqat virgulcha bo'ladi deb aytdi. Lekin ikkalasining o'rtasida deyarli farqi yo'q. Farqi shundaki, listlarimiz, arraylarimiz tezroq, ya'ni siz o'ylaganingizdan ancha tezroq. Buni sabablari bor o'ziga yarasha. Bu darsda hamma sabablarni aytib bera olmayman, chunki videomiz uzun bo'lib ketib qoladi. Sabablari ko'p xullas. Array bo'lsa super fast, juda ham tez. Shunday ekan, listlarni kamchiliklarini gapirish o'rniga kelinglar, yana boshqa funksiyalarni ham ko'ramiz bu yerdan. Demak, birinchi arrayimizni yaratdik va chop etdik. Mana bunday ko'rinishda bo'lar ekan. Arrayimizni kelinglar endi boshqacharoq ko'rinishda, misol uchun boolean ko'rinishda yaratib ko'raman. np array. Bu yerda misol uchun true, aytaylik keyingisi false, keyingisi again true. False mana. Demak, buni ham print qilib ko'ramiz. Print b. Print qilib ko'rsak, mana true, false. Bu ham array ko'rinishida hozir bo'ldi. Xuddi shu ishni azizlar nimadan qilish mumkin edi? Albatta, listda ham qilish mumkin. Xuddi shu ishni. Faqat listlarda ajoyib bir kamchilik bor. Listada hech qachon siz ikkita listni birga bir ko'paytira olmaysiz. Yana qanchadir ham avvalida qila olmaysiz. Buni ko'pchilik bilsa kerak. Ya'ni bitta list bilan bitta listni ko'paytirish, ikkita listni xullas bir-biriga ko'paytirishning iloji yo'q. Mana buni olaman, sizga misol ko'rsatish uchun. Buni misol uchun x qilaman va x y qilib bunisini olaman. Y qilib olib mana bunisini qo'yib ko'ramiz, kelinglar. Qo'yib ko'rdik. Endi ikkalasini o'rtasida men ko'paytirmoqchiman. Ya'ni qaysi logika bilan desak, mana bu 1 ni 1 ga ko'paytirmoqchiman, 2 ni 2 ga, 3 ni 3 ga, 4 ni 4 ga, 5 ni 5 ga ko'paytirmoqchiman. Buni Python listda iloji bormi? Shuni ko'ramiz, kelinglar. Sizlarga oldindan aytib qo'ya qolaman. Buning iloji yo'q. Xo'sh, print qilib ko'ramiz. Tepadagi printlarni o'chirib qo'yaman. Qo'yamiz. Print qilib ko'rsak, traceback xato berildi. Nimaga xato desiz, shunchaki listlarda bunday qilishning imkoni yo'q. Bu listlarning yana bir kamchiliklaridan biri. Endi biz buni list emas, aytaylik array qilib ko'rsakchi, mana shuni mana. np dan array ni chaqirib oldim, tepada qilgan ishlarim. Buni ham np dan, ya'ni numpy dan array ni chaqirib oldim. Buni albatta listga o'tkazish esdan chiqmasin. Mana buni men listga o'tkazmadim. Listga o'tkazib qo'yaman. Ana ikkita array yasadim. Endi bularni men ko'paytirishim mumkin. Qaranglar. X ni misol uchun men y ga ko'paytirib ko'rsam, natijasini ko'ramiz. Mana 1 ga 1 ni ko'paytirsak, javob 1 ekan. Obviously 2 ga ko'paytirsak 4, 3 ga 3 9, 4 ga 4 16, 5 ga 5 25. Bu array qilish mumkin bo'lgan ishlardan biri xolos. Array juda ham ko'p narsalar qilish mumkin. Array bilan matrixlar yasaymiz. Buni albatta keyingi darslarimizda ko'rib chiqamiz. Xo'sh. Demak, davom etamiz. Keyingi ko'rmoqchi bo'lgan narsalarimiz, menga sonlar kerak. Array ichidagi sonlar kerak menga. Aytaylik. Xo'sh. Aytaylik, bizga 1 dan boshlab 100 gacha kerak. 1 dan boshlab 100 gacha arrayda sonlar kerak. Buni nima qilasiz endi? Aytaylik 100 deb o'zgaruvchiga olyapsiz, 100 deb. np dan array deb chaqirasiz doimgidek va endi nima 1 2 3 4 5 deb ketasizmi? No, that's juda ham qiyin, sekin, anchada qilib olasiz ishni. Bunga Python yechim topgan. Misol uchun biz Pythonda ishlatamiz range funksiyasini. To'g'rimi? Range bilan 100 aytib qo'yish mumkin. NumPy'da ham shuning iloji bormi desangiz, albatta bor. NumPy'da biz buni range demaymiz, biz buni albatta sal boshqacharoq arrange deymiz. Juda ham o'xshash. Misol uchun range Pythonda bo'lsa, arrange deb biz NumPy'da ishlatar ekanmiz. Bu yerga nechagacha son kerak? Menga 100 gacha son kerak. 100 ni kiritaman.
Hozir bu 99 gacha kiritadi, ya'ni chiqarib beradi. Ya'ni bizga 101 ni kiritishimiz kerak ekan. Bitta olmasligini, bittasini chiqarib qo'yishni hisobga olishimiz kerak. Print deb 100 ni chiqarib ko'rsak, 100 ni chiqarib ko'ramiz. Ana endi bizga tepada o'chirib qo'yamizlar. Mana buni o'chirib qo'yamiz. Ko'paytmamizni. Boshqatdan print qilsam, mana bizga 0 dan boshlab 100 gacha bo'lgan elementlarni chiqarib berdi. Sonlarni ya'ni. Xo'sh, endi ko'rsating, e'tibor beramiz. Sanoqlarimiz doim 0 dan boshlanadi. Bu Pythonda ham, boshqa dasturlashuvda ham bu endi qoida, golden rule deymizki, to'g'rimi? Bu qoida, ya'ni 0 dan boshlanishi kerak va o'zimiz aytgandek 100 da to'xtashi kerak. Mana bu birni chiqarib tashlagan holatda. Demak, hozir biz o'tgan narsa bu range funksiyasi bo'ldi. Range funksiyasi. Endi kelinglar, menga 1 dan boshlab 100 gacha emas, menga 100 ta 1, ya'ni 100 dona 1 kerak menga. Ya'ni 1 deb ketish kerak. Ajoyib. Endi nima qilasiz buni? Range bilan buni eplash iloji yo'q. Shuning uchun bizga once degan funksiya yordam beradi. Juda ham sodda. Endi men o'zgaruvchi olaman. Misol uchun 1 degan o'zgaruvchi olib, np dan once funksiyasini chaqirishim kerak. Once funksiyasini chaqiraman va nechta birlar kerakligini kiritaman. Aytaylik, menga 50 ta bir kerak. 50 ta kiritsam va buni print qilib ko'ramiz. Print 1 ni print qilib ko'rsak, bizga yana mana buni o'chirib qo'yaman. Boshqadan print qilib ko'rsak, mana bizga hozir ro'parasi 50 ta birlarni chiqarib berdi. Endi buni bilmadim, foydali deb topasizlarmi? Lekin men ishlataman buni. Demak, endi aytaylik, bizga 1 emas, 50 dona 1 emas, bizga 50 dona 0 kerak. 0 ishlatish uchun taxmin qilib ko'rasiz, biz zeros degan funksiyani ishlatamiz. Juda ham haligi ingliz tiliga bog'liq narsalar, prosta tarjima qilib qo'yish kerak. Xo'sh, endi bu yerdan 0 degan o'zgaruvchi ochyapman-da, np ni chaqirib, ichidan zeros funksiyasini chaqirib olaman-da, nechta 0 kerakligini kiritishim kerak. Menga 50 dona 0 kerak. Mana buni o'chirib qo'yaman. 50 dona 0 kerak va buni print qilib ko'ramiz. 0 ni print qilib ko'rsak, bizga 50 ta 0 chiqarib beryapti. Zo'r. Bular hammasi arrayda bo'ladi. Yaxshi. Endi suspicious, g'alati, to'g'rimi? Strange, ya'ni zeros desak 0 lar chiqarib beryapti. Ones desak 1 lar chiqarib beryapti. Endi fifths desak, misol uchun 5 larni chiqarib beradimi yoki 6 desak 6 lar chiqarib beradimi? Yo'q. Bunaqa qilib chiqmagan. Ya'ni bu g'alati bo'lib qoladi rostdan ham. Hamma raqamlarni qo'yib qo'yaversangiz chiqib qolaversa, bu g'alati narsa. Shuning uchun bunaqa qilishmaganda, mana shu shunchaki 0 bilan 1 da qilishib, qolgan sonlar uchun full degan funksiyasini ishlab chiqarishgan. Misol uchun sizga aytaylik 6 lar kerak. 100 ta 6 kerak sizga. Siz 6 deb kiritmaysizmi, bunaqa 6 deb kirmaysiz. Bunaqa narsa yo'q, chunki siz full degan funksiyani ishlatishingiz kerak bo'ladi. Aytaylik, menga 6 lar kerak. 6 degan, misol uchun 50 ta 6 kerak menga. Batta numpy deb turib men 6 deb chiqmayman. Bunaqa narsa chunki yo'q o'zi. Batta men full deyman va funksiyani ochaman. Va menga nechta kerakligini aytishim kerak. Menga aytaylik 50 ta kerak. Nimadan kerak menga? 50 ta 6 dan kerak. Mana endi bo'lsa print qilib ko'ramiz. 6 ni print qilib ko'rsak, mana buni o'chirib qo'yaman. Just a sec. Print qilib ko'rdik va ko'rib turganingizda bizga 50 ta 6 chiqarib berdi. Ajoyib. Endi bo'lsangizlar, keyinga ko'radigan narsamiz, xo'sh, bitta ko'rib olaman. Bu yerda buni ko'rdik va oxirgi menga yoqadigan eng qiziqarli narsani ko'ramiz. Bu ko'pchilik ishlatgan, albatta Pythonga o'rgangan bo'lsangiz ishlatgansiz buni. Bu random funksiyasi. Random, ya'ni tasodif degan funksiya. Buni odatda nima uchun ishlatamiz? Aytaylik, men parollar yaratishim kerak. Har safar random, tasodifiy parollar yaratishim kerak. O'shaning uchun ishlatishim mumkin. Yoki o'yinlar uchun ishlatamiz randomni. Ya'ni tasodifiy raqamlar chiqarib beruvchi funksiya, random funksiyasi Pythondan qolgan funksiyalar. Mana shuni funksiyasi NumPyda ham bor. Kelinglar, bizga aytaylik 1 bilan 100 oralig'ida tasodifiy son kerak. O'shani tanlab berish kerak. Shuni qilib ko'ramiz.
diff deb o'zgartirish ochyapman, tasodif deb o'zgartirish ochyapmiz va numpydan chaqirib olamiz randomni va randomni qaysi funksiyasi kerak sizga? Har xillar bor. Misol uchun random seed, random rand, hammasi har xil ishlar qiladi. Bular haqida birma-bir to'xtab o'tirmaymiz. Keyingi darslar doirasida ko'ramiz. Rand int degan funksiyasi menga yoqadi. Rand int degani random integer, ya'ni tasodifiy butun son. Xohlagan tasodifiy butun sonini olib beradi. Ko'raylik. Xo'p, endi bizga masshtab kerak, ya'ni 1 dan boshlab misol uchun 9 gacha kerak yoki 10 dan boshlab 100 gacha kerak. Aytaylik, menga 1 dan boshlab 100 gacha bo'lgan sonlar ichidan chiqarib bersin. Shunchaki chiqarib bersin. Va print qilamiz tasodifni. Print qilib ko'rsak, mana buni albatta o'chirib qo'yish kerak. Print qilib ko'rsak, tasodifiy sonimiz 98 ekan. Yana bitta print qilsak, bu o'zgarib turadi. Sorry, 78 chiqdi bu safar. Endi yana bitta print qilsak 11, 59, ya'ni bu doim o'zgarib turuvchi narsa. Aytaylik, menga 90 bilan 100 oralig'ida kerak. Print qilib ko'ramiz, 98. Ya'ni maza qilib ishlatib ko'rish kerak. O'zing ishlatib ko'rish masalang. Maza qilmaysizlar baribir. Xo'sh. Demak, tasodiflarimizni ko'rib chiqdik, bularni ko'rib chiqdik. Menimcha bu darsimizga yetadi. Keyingi darslarda ko'rishguncha foydali bo'ldi degan umid qilaman.